Assalomu alaykum hammaga hurmatli kuzatuvchilar, qadrli obunachilar. Mana navbatdagi katolimiz ham bitdi. Bu katolimizni 70 kvadrat joyga mo'ljallab qildik. Qurumun tozalaydigan joyi. Giropga oladi. Topkasi. Turbalar to'qilgan, turbalarda ham suv yuradi. 30 kilodan 40 kiloga ko'mir sig'adi. Ja qismiga ham turba to'qiganmiz. Shu olov oldidan urib, orqaga yonib ketadi. Ventilyator qo'yib ketganmiz. Ventilyator, regulyator qo'yib ketganmiz. Tezligini balandlatib pasaytirgani. Klapani bor. Ventilyator o'chiq holatda havo tortmasligi uchun. Bunda eshiklarni ham ligirovka qilinadigan qilingan. Shuni xonasi. Termostati bor. Belgilangan gradus usha berib turadi. Hozir 45 gradusda turibdi. Harorat 30 gradusdan balandligi uchun o'chib qoldi. Yondi. Kimga shunaqa katollar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Nomerlar qoldirib qo'yamiz. Pechka detallarimiz bor. Pechka detallarimiz hammomga, banyalarga mo'ljallangan. Pechkasi 4 mm lista qilingan. Detallarimiz ikki xil variantda bor. Bunisi 325 lik Promoshop asinkoviy material, rux material. Qalinligi 6 mm, stenkasi yangi turba. Ikkalasini ham bo'yi 1 metrdan, sig'imi 75 litrdan suv sig'adi. Bunisini narxini 3 million qilib beryapmiz, komplekt. Bunisini narxi 2 million 600 ming so'm. Bunisi 325 lik Promoshop turba. Qalinligi 6, buni ham stenkasi. 5 yildan garantiyasi bor pechka titanlarimizga. Pechkalar titanlar tagiga azbizib qo'yib beramiz komplektda. Shu narxning ichida. Kimga shunaqa katollar, pechka titanlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Videolarimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Yana yangilik katollarimiz bor. Nijniy goreniya, Xudo xolasa zavaskoy qilib yig'ib videolarni joylaymiz kanalimizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.